30 kvadratli uyni sotib olish uchun 2 million dollar taklif tushgan ekan bu uyga. Ya'ni mana shu mos qurilish uchun qurilish kompaniyalaridan hamda davlat tomonidan. Lekin opa rad etgan ekan. Tasavvur qilyapsizmi? 2 million dollar. Bu joyda hali siz ko'rmagansiz. O'zbek blogerlaridan bo'lib birinchi bo'lib biz keldik. Buni tarixi asli boshqacha bo'lgan, ya'ni 2008-yil aynan shu joydan ko'prik o'tish kerak bo'lgan. Hamma uylar buzilgan, lekin aynan shu uyga boshida 500 ming, 1 million va qurilish yaqinlashayotgan payti 2 million dollar taklif qilgan, lekin uy egasi mutlaqo rad etgan. Aka, shu opa bilan ko'rishtirmasangiz bo'lmaydi, gaplarim bor aka. Opa bu lekin ancha oldin ko'chib ketgan kvartiraga. Aka, O'zbekistondan suv olib kelgan suvni bermasam bo'lmaydi. Bu davlat tomonidan 2 million olmagan sizni so'kingiz oladimi? Aka, bu O'zbekiston milliy mahsulot aka, Miko suvlari. 5 xil assortimenti bor O'zbekistonda. Shunga olib boring, opaga beraymi? 2 million ko'mmagan bitta suv bilan aldab kelamiz. Bo'ldi, gap yo'q. Ketdik. Aka, deylik, shunaqa holat O'zbekistonda ro'y berdi. Opa qanaqa holatga tushardi? Bir taxmin qilib ko'ring-chi. Buni javobini ko'rayotgan odamlar izohlarda yozib qoldiradi. Ketdik. 30 kvadratli uyni sotib olish uchun 2 million dollar taklif tushgan ekan bu uyga. Ya'ni mana shu mos qurilish uchun qurilish kompaniyalaridan hamda davlat tomonidan. Lekin opa rad etgan ekan. Tasavvur qilyapsizmi? 2 million dollar. Bu joyda hali siz ko'rmagansiz. O'zbek blogerlaridan bo'lib birinchi bo'lib biz